Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan 2D logotiplarni qanaqa qilib 2 minut ichida 3D Max ga olib kirib, uni 3D qilishni o'rganamiz. Xo'p, buning uchun oddiygina logotiplar kerak bo'ladi. Mana xohlagan logotipingiz. Men bu yerdan qiyinrog'ini tanlayman. Mana Sherri logotipi ozgina sложныйroq. Buni 3D Max o'zida yasash uchun anchagina vaqt ketadi. Undan ko'ra biz 2 minutda shunaqa yo'lini qilamiz. 2 minut ichida buni 3D qilib olishimiz mumkin. Xo'p, buni Photoshopga tashlaymiz. Mana tashladik Photoshopga. Endi biza Selectdan, mana Selectni bosib turib, Color Range. Select bo'limidan Color Range tanladik va mana asosiy Sherri rangi qora bo'lgani uchun, ya'ni to'qroq seriya. Qora emas, bu yerda to'g'ri seriya. Hop, bosamiz. Shunda mana tanlaydi. Mana bu yerda fuzziness deb yozib qo'yibdi. Eng maksimum qilamiz, chunki bu yerda boshqacha ranglar yo'q. Maksimumda turaversin. Okay bosamiz. Ana endi bizda mana bu yerdan mana 3-knopka Magic Tool bosuvli bo'lishi kerak. Bosilmagan bo'lsa shuni bosinglar va belgilangan joyga mishkani o'ng tarafini bosamiz. Make Workspace bosamiz. Piksellarni o'zgartirmaymiz, bir turadi. Okay bosamiz. Tayyor bo'ldi. Ana endi buni eksport qilishimiz mumkin. Export Paste to Illustrator. Mana. Bosadigan bo'lsak bo'ldi, hech nimani o'zgartirmaymiz. Okay. O'tga Share 2 deb yozib qo'y. Share 2. Xohlagan nominglarni berasizlar, logotip nomini. Men рабочий stolga saqlanib qo'yaman. Sizlar xohlagan o'zingizlarni kerakli joylarga saqlanib qilsanglar bo'ladi. Saqlanib qildim, eksport bo'ldi. Endi 3D Max ochamiz. Bu yerdan File, Import tanladik. Va bu yerdan Share 2 mana. Open qiladigan bo'lsak, o'zgartirmaymiz. Okay. Yana bir marta okay. Bo'ldi mana Share. Ya'ni bizga shape formatda, liniya formatda tushdi. Buni yuza hosil qilish uchun Edit Poly mana o'sha yuzalar hosil bo'ldi. Endi buni qalinlik berish uchun shell beradigan bo'lsak, bo'ldi, qalinlik berdi. Mana bu rangini o'zgartirib qo'y. Mana 2D formatdagi hozir bu yerdan rasmini olsam yaxshiroq. Mana 2D formatdagi logotipimizni bemalol 3D Max programmasida 3D qilib, o'zimizga nimaga kerak bo'lsa, misol uchun interyerda qaysidir joylarga kerak bo'ladimi, bemalol ishlatsak bo'ladi. Qolgan logotiplarni ham xuddi shunaqa olib kirib tayyorlash mumkin. Buning uchun mana ikkinchi logotipni ham olib kiraman. Misol uchun, hop, rasm kattaroq razmerda bo'lishi kerak, pikselda. Shunda rasmimiz yaxshi chiqadi. Hop. Apple ni olib kiramiz ham. Mana rangligini olib kiraylik. Hop, buning uchun bu PNG format ekan. Mana PNG format, orqada rasm yo'q hech qanaqa. Buni eng oson yo'li Ctrl bilan rasm ustiga bossak, mana Apple o'zini belgilab oldi. Endi bu yerdan mishkani o'ng tarafini ustiga bosamizda Make Workspace piksel 1 da turadi. Endi buni ham eksport qilamiz. Xo'p, mana Paste to Illustrator. Okay. Apple deb yozaylik. Eksport bo'ldi. Buni ham xuddi shunaqa import qilamiz. Import mana Apple. Okay. Yana bir marta okay. Shape'da ham okay bosib yuborsak bo'ldi. Apple'imiz tushdi. Edit Poly Shell. Mana. Ya'ni sizlarga qiyinroq variantini ham ko'rsatib berdim. Oson logotipni ham ko'rsatib berdim. Shunaqa qilib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bugungi video urugimiz
Shu bilan tugadi. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.